Shukrullo Isroilov Nilufar Hamidova haqida qattiq gapirdi. Assalomu alaykum aziz muxlis, agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qiziqchi Shukrullo Isroilov YouTube'dagi kanallarning biriga bergan intervyusida shunday deydi. Suhbat davomida u nogiron onasining farzandlarini boqish yo'lida qiynalgani va yoshligidan og'ir mehnat qilganini, onasining vafotini to'yda eshitgani hamda madaniyat vaziri bilan bog'liq xotiralari haqida gapirib o'tdi. Morgda ushlab o'lik tashiganman. Aslida san'atkor bo'lishimga rahmatli onam qarshi bo'lgan, chunki avlodimizda san'atkorlar yo'q. Onam Novomoskovskiy shifoxonasida 45 yil ishlab, bir o'zlari bizni boqqanlar. 2 yoshimda otam o'tib ketgan, bitta ukam bo'lgan. Onam artist bo'lmaysan deganlar uchun tibbiyot institutiga topshirganman, ammo kira olmaganman. Yoshlikdan mehnat qilganman, sanitar bo'lib ishlaganman. Har 3 oylik ta'tilda ishlardim. Zavodlarda ishlaganman, qop tashirdim, pochtachi ham bo'lganman. Morgda ham o'lik tashiganman. Pul topaman, onamga yordam beraman deb ishlaganman. Yana universitetga topshirib, kira olmay O'zbekiston televideniyasiga ishga kirganman. U yoqda 1 yil oylik olmay tekinga ishlaganman. Mirza akamning, Obid akamning oldida yurardim. Ular menga hech narsa o'rgatmagan. Qiziqchilikni o'rganib bo'lmaydi. Odamlar Mirza kelyapti, ana Obid kelyapti deyishgandek, meni ham tanisharmikin deb orzu qilardim. Shuncha uy joy qildim, Tashkent City'dan uy oldim. Xudodan astoydil so'ralsa, beradi deydi so'z ustasi. Men ko'rgan hech bir yomon kun farzandlarimni boshidan ham o'tishini xohlamayman. Men otasiz o'sdim. Maktablarda ota-onalar majlisida otam kelmasdi. Shunda o'ksinardim. Lekin onam rahmatli bir o'zi 2 o'g'ilni boqqanlar. 11 yoshimda ishlashni boshlaganman. Limonad zavodida butilka yuvardim. 3 oyda 70 rubl topardim. Maktabda oq yoqa kiyinlardi. Titilib ketguncha yuvib kiyar edim. Shimlarim yirtilib ketardi. Buvim yamoq solib tikib berardi, chunki kiyib yurardik, deydi Shukrullo Isroilov. 7-8 yosh edim. Onamning oyog'ida nuqsoni bor, oyoqlarini sudrab yurardi. Ko'chada bolalar bilan o'ynab yurgandim. Onam bekatda tushib, 2 qo'li to'la oziq-ovqat bilan uyga yugurib ketayotganda yiqilib tushganlar. O'shanda onamga rahmim kelib, juda qattiq yig'laganman. Shundan keyin ishga tushib ketganman. 1-oyligimdan yangi chiqqan changyutgich sotib olib berganman. Gazlarni yuvardim, hovlini supurardim, uy tozalardim. Ko'proq pul to'laydi, bolalarimni boqaman deb kechqurun kasalxonada navbatchilikda qolardi. Lekin shu holda sunnat to'yimizni qilib, oyligidan yig'gan puliga xalqqa osh bergan deya xotirlaydi Shukrullo Isroilov. Ayolim otasinikidan ovqat olib kelardi. Ayolim juda o'qimishli ayol. Stomatologiya institutida chet tillarida kafedrasida mudirasi, fan doktori. Farzandlarim tarbiyasida ham o'rni katta. Borimda ham, yo'g'imda ham men bilan yonma-yon turgan. 2 xonali uyda yashaganimda ham, hech narsam bo'lmaganda ham yonimda turgan. San'atni endi boshlagan vaqtlarim qish oylarida to'y bo'lmasdi. Ishlay olmasdim, pulim bo'lmasdi. U erimga yordam bo'lsin deb ota uyidan oziq-ovqat, kartoshka, piyoz olib kelardi. Katta o'g'lim tug'ilganda 1991-yilda tug'ruqxonadan Chaykada olib chiqqanman. Ikkinchi o'g'lim tug'ilganda 1 so'm pulim bo'lmagan. Qo'shnimdan qarz olib, taksida olib kelganman. Katta o'g'lim bilan borganman, ayolimni olganman. Taksi to'xtatib qaytganmiz. Sezon bo'lmasa, to'y bo'lmasdi. Televideniyada ham ishlardim, lekin uning oyligi juda kam edi. Onam rahmatli artistga hech kim qizini bermaydi. Uylanayotganingda qiynalasan derdi. Ayolimga uylanayotganimda ham uydagilar qarshilik qilishgan. O'zim borib ko'ndirganman. Onamga hali sizni Shukrullo Isroilovning onasi deb yurishardi derdim. Niyatning xolisligini qarang. Hamma joyda onam tanib, e'zozlashdi. Sanatoriy shifoxonalarga yotqizsam ham yaxshi muomalada bo'lishardi. Yo'llarga ko'rishga borsam, odam to'planib ketardi. Onam quvonib ketar edilar.
Onam o'zlarining tug'ilgan kunlarida, ya'ni 27-martda vafot etdilar. Men Buxoroga to'yga ketayotgandim. To'y olib qo'ygandim axir. O'shanda san'at saroyida edilar. Gul olib berib, bayram dasturxonini tayyorlatib qo'yganman va doktorlardan tabriklashlarini so'raganman. O'zim ertalab bo'tqa yedirib qo'yganman. Shunda o'zidan o'zi sendan mingdan ming roziman bolam deganlar. To'yga yetib borganimizda onam o'tib qolganlar haqida xabar keldi. To'y egasiga tushuntirganimda mayli boravering degan. Ayoli esa pulini oldimi xizmatini qilsin degan. Toshkentga qaytganimiz negadir ko'zimga hech yosh kelmagan, yig'lay olmaganman. Oxirgi vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda kirib juda xafa bo'lib ketyapman. To'g'ri, rivojlanish bor, hamma bilganini qo'yib yotibdi. Hatto bizni ham bo'lar uyatsiz ko'rib bo'lmaydi deyishadi. Vaholanki hayotning o'zi faxshlanib ketyapti. Instagram san'atkorlar bir-birining go'shtini yeyapti. Uylanganini ajrashtiryapti, ajrashganini ham ijtimoiy tarmoqqa olib chiqyapti. Izohlarga kirsangiz, artistda bular deyishadi. Yaxshi san'atkorlarning nomiga dog' tushadi shularning ketidan. Shunga xafa bo'lib ketaman. Hammaning o'z ta'biri bor. Men o'rgatganim, tanbeh berganim bilan hamma o'zi xohlaganidek qiladi. O'ziga havola. To'g'ri, unga insof bersin. Mana yaqinda atlas ko'ylaklar kiyib chiqdi-ku, bilmadim, bu uning stilidir. Musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi deyish mumkin. O'zi uchun o'zi javob beradi deydi Shukrullo Isroilov. Shukrullo Isroilov madaniyat vaziri bo'lsa, ochiq kiyinadigan aktrisalar, masalan, Nilufar Hamidovaga nima degan bo'lar edi? Muxlislardan kelgan ushbu savolga ijodkor quyidagicha javob berdi. Hammaning o'z ta'bi bor. Men o'rgatganim, tanbeh berganim bilan hamma o'zi xohlaganini qiladi. O'ziga havola. To'g'ri, unga insof bersin. Mana yaqinda atlas ko'ylaklar kiyib chiqdi-ku, bilmadim, bu uning stilidir. Musulmonchilikda to'g'ri kelmaydi deyish mumkin. O'zi uchun o'zi javob beradi deydi Shukrullo Isroilov. Shukrullo Isroilov muxlislar videosida bir dona like tugmasini bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring.